Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mavzuyim hayotingizga kutgan xabaringiz qachon kirib keladi? Xo'p, hozir bu kartamizda nima demoqchi sizga? Hozir sizning hayotingizda bir narsa jim turgandek ko'rinishi mumkin, lekin aslida ichkarida jarayon ketmoqda. Kimdir siz haqingizda o'ylayapti, kimdir ichida gapi bor, lekin hali aytilmagan. Shu sabab hammasi sizga biroz to'xtab turgandek tuyulishi mumkin, lekin bu holat uzoq davom etmaydi deb kartalarimiz gapirmoqda. Tez orada vaziyat ochiladi va sizga kutilmagan yangilik kirib keladi deb kartada ko'rsatib bermoqda. Bu yangilik siz kutgan insondan ham bo'lishi mumkin yoki umuman aksincha boshqa tomondan ham kelishi mumkin. Eng qizig'i, bu xabar siz o'ylagan paytda emas, aksincha kutilmagan vaqtda kelishi haqida aytilmoqda. Shuning uchun hozir shoshilmasligingizni, faqat tayyor turing, chunki yaqin kunlarda hayotingizga bir yangilik kirib kelishi haqida kartamiz xabar bermoqda.